Nishon do'koni a'zolari, 2-noyabr bugun ajoyib yangiligimiz bor. Chexiya Respublikasidan uragan 3 mahsulotlarni olib keldik. Uragandan mahsulotlarimiz keldi mana. Uragan 3 hali O'zbekistonga kirib kelmagan bu. Uchlar bilasizlar. Sotilayotganlar 1-2lari bor. Lekin uchini mana biz olib keldik. Chexiyani ham zap etdi Nishon do'koni. Sifati a'lo darajada. Biz zavoddan primoy olib kelamiz bularni. Narxlari ham o'sha zavod bor. 2400 dan 2700 gacha. Hali bunaqa narxlar O'zbekistonda bo'lmagan. Ikkisini ham bunaqa sotmaydi hech kim. 70 litrliklari bor, 60 litrliklari bor. Kompakt modellarimiz bor. Mana karbonni qaranglar, ajoyib, a? Vaqti sifati go'zal ekan o'zi ham. Yog'ochlarini qaranglar, mana yog'ochligini. Go'zalligini. Sifati Yevropa mahsulotlari sifat bilinib turibdi o'zi. Men kompaktlarga vaqti kasal bo'ldim. Mashinadan sekingina. Voy, mashalloh. Alloh izni bilan mana Chexiyadan ham mahsulotlarimiz kelyapti. Uraganning o'zini shunaqa g'iloflari bo'ladi. Uni komplektida nima bo'ladi? Maxsus sholchasi bo'ladi. Hop. Mashalloh. O'zini pastansiyasi mana balon gulashga ikkita magazini bo'ladi. Bu yo'q uchga 1 yillik shu. Mana shu zavod komplekti bo'ladi. Maxsus yo'riqnomasi ham bo'ladi. Soni cheklangan. Kelinglar, Nishon do'konini kutib qolamiz. Telegram kanalimizga ulanib olinglar, Instagram kuzatinglar, YouTube kuzatinglar. Like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hammasi faqat bizning Nishon do'konining o'g'chilari.